Assalamu alaykum kitap qumar do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlərə yazğıcı Habibullah Abdumitning Muz tutqan daryo nomli romanining 15-ci qismini anlatishga boshlaymiz. Qatnashqa kelguchi bo'lgan arliqda yosh xonim nurg'un ishlarni xiyol qildi. Tarixda o'tgan ishlarni va shaxslarni o'z tasavvuridan o'tkazdi. Qayta o'yladi va ulardan yakun chiqarishga tirishdi. Yosh xonimning tasavvur kuchi bek kuchli edi. Ta qatnashqa kelguchi bo'lgan arliqda asrdan halqagan bir zulmning, asrdan halqagan bir hasratning orbitasini bo'ylab xiyol qilib ulgurgan edi. Demak, dunyodagi eng tez narsa odam tasavvurining tezligi ekanligi mutlaq. Bo'libmi tasavvur bir millatning ustidan yurgizilgan zulm to'g'risida va hasrat to'g'risida bo'lsa, uning tezligining texim yuqori bo'lishi muhaqqaq. Yosh xonim mayli qanday ishlarni o'ylagan bo'lsin, hammadan muhimi ular qatnashning oldiga sog'-salomat yetib kelib olgan edi. Xudoga shukri, ular qatnashga kelguncha hech qanday ansirgudek bir ish yuz bermadi. Ko'chada chorlash soqchilari uchramadi. Balki uchirgan bo'lsa-mu, bu ikki yo'lovchiga ancha diqqat qilib ketmagan bo'lsa kerak. Uning ustiga bugünkidek chog'anning birinchi kundagi qahsarda chorlashga chiqqan dojurda soqchilarning hammasi degudek Uyg'ur soqchilardan tashkil topgan bo'lg'ashqa, ushbu ana va balaning so'lib ko'tarib aldirash ketayotgan turqib qarab, ularning nahiyalarga mang'an yo'lovchilar ekanligini jazmlashtirib, erangshimigan bo'lishi ehtimoliga eng yaqin edi. Nima degan bilan ular ehtiyot bilan yo'l menib, qatnashga kelib olganligining o'zi ularning erkinlikka qarab qochish yo'lidagi qo'lga keltirgan birinchi g'alabasi edi. Bu g'alabani tabriklashga haqiqatan arziydi. Qolgan yo'lning cho'qim shunday o'ngishli bo'lganligiga yosh xonim butun qalbi bilan ishonadi. Haqiqatan o'zi eng yaxshi ko'radigan Argentinalik dangli yozuvchi Paulo Coelho'ning Al-Kimyogar nomli kitobidagi bu hayotlik olamida bir haqiqat mavjud. Sen kim bo'lishingdan, shundaqla nima bilan shug'ullanishingdan qat'iy nazar, biror narsani chin dilingdan istasang, uningga albatta erishsan. Chunki bundaq arzu istak olamning ruhida dunyoga kelgan bo'ladi. Sen bu dunyoga go'yo shuning uchun tug'ilsan degan hikmatga boy jumlalarning mazmuni bo'yicha o'g'lini yetaklab chiqqan safarga chin dildan ishongan edi. Yo'lning oxirida cho'qim o'zlarini go'zal bir erkinlik farishtalarining kutib turganligini ko'ngliga ro'shan ravishda ayon bo'lgan hamda bu istak suyumlik yo'lishining muqaddas orzusi edi. Darvaqa ana shu nishon qilib qolgan erkinlik yozuvchi Dostoyevskiyning so'zi bo'yicha aytganda nondan tatliq, quyoshdan go'zal edi. Navbatda erkinlik Uyg'urlar uchun dunyodagi barliq mavjudotdan bebaho. Demisimi odam faqat erkin bo'lgandala o'zining qimmatini biladi va o'z-o'zini tunib yetadi emasmi? Yosh xonim qatnashning atrofiga bir lahza ko'z otdi. Qatnashning oldida bir muncha yayimchilar bor edi. Bularning ba'zilari mevachiva, ba'zilari shimishga po'choq, ba'zilari tanga bashmat, yana ba'zilari atkan joy va piltiq quymoq sotib Avtobus to'xtaydigan maydonning oldi eshigining ikki tarafidagi Xitoy do'kondorlarga oid bo'lgan qator do'konlarning hammasi degidek taqoq edi. Faqat san nariroqdagi qatnash idorasining mulozimat ishxonalari bor kichik zalning eshigi yo'g'on ochiqlik turadi. Eshikning ustiga o'rnashtirgan kuzatish kamerasi ko'zini yo'g'on ochib turgan bir ko'zlik maxluqdek atrofdagi yo'lovchilarni ko'z tutib turibdi. Eshikning so'l tarafidan 3 qadamcha yiroqda tuklari tushib ketgan bir qeri it qayoqqa minishni bilmay ezqib qolgan odamdek hangmiqib turadi. Yosh xonim tunigan mana shu kameraning ostidan o'tib, kichik zalga kirgan va yo'lovchilarga bilet setish ko'zligidan 2 kishilik bilet setib olgan edi. Ana shu chog'da yosh xonim hozirgidek unchalik ansizlikka asir bo'lib ketmagan edi. Biroq hozir o'zini shunchalik beorom his qilib o'tadi. Ashu ko'z tush kamerasi o'zlariga tikilib qarayotgandek to'yilib ketib boradi. Biroq bolaning kayfiyati chaq edi. U oxiri avtobusga o'tirib uzun bir yo'lovchilik chiqadiganligini o'ylab, avtobus to'xtaydigan maydonning yo'g'on ochiqlik darvozasidan ko'rinib turgan avtobuslar bor tarafga chaqqonlik berishga oldirayotdi. Yosh xonimmi bolaning nimalarni o'ylayotganligini darhol pamlab,
uningga mehrlik qaradi. Balaning sütdün chiqqan bala qo'shiqdek oq ikki mag'zi toza qizarib pishgan to'qashdek qizarib yetgan bo'lib, buloqdek tiniq qora ko'zlariga tashlanib turgan uzun kirpiklarini qirov bog'lagan edi. Yosh xonim endi jim turmay harakat qilayotgan o'g'lining jo'shqin ruhiy holatiga qarab ichini umid uchqunlari qopladi va o'g'liga texmi amroqligi kelib, qo'ldagi so'mkasini yerga qo'ydi va qo'ldagi paliyini sug'urib elib, yanchiqqa salgandan keyin issiq qo'li bilan o'g'lining ko'zlarini surtdi va ikki mag'zini olqinning orasiga elib, go'yo qushning tuksiz boshqasini tutgandek tutib, mehribonlik bilan siladi. Balaning ko'zlari haqiqatan muzlab ketgan edi. Bala onasining bu harakatlardan texmi baxtli bo'lib, onasiga qarab shunchalik tatliq kuldi. Bu kulka jannatdagi parilarning yuzidagi tabassumdanmi battar yaqinlik edi. Bala shu damda nurli ko'zlaridagi tabassumni onasining jo'lanib turgan yuziga sepib ulgurgan edi. Yosh xonimning ko'zi bo'lsa, shu asnoda yendila pilti quymoq pishirayotgan to'ngan ustining gaz o'choqqa esib olgan qozondagi paraqlab qaynayotgan sulmayga tushdi. Mayning ustida bujg'un chiqarib pishayotgan pilti quymoqlar asta-asta qizarayotdi. Qozondan ko'tarilgan mayning ochiq busi atrofni bir olgan edi. O'choqdan sal nariroqda qo'yilgan ustalning oldiga qo'yilgan uzun o'rindiqda üstü beşini nefis bir qavat qirov qaplagan ikki Xitoy fuqarosi qo'ldagi pilti quymoqni nihoyat ishtiho bilan yevatdi. Og'zlari kichik, ko'zlari yumuq, bu ikki erning qizarib ketgan lavlari pilti quymoqning mayda parqirab ketgan bo'lib, bularning bu holati bajoyiki un sanduqidan yangi chiqqan chashqonlarga o'xshaydi. Ustalning u tarafida beshiga oq to'ppi kiyib olgan bir tungan yigit xaridorlarga mulozimat qilyotdi. Mazkur yigit bo'lsa, o'ziga o'xshash beshiga oq to'ppi kiygan, chiroy shaklimi o'ziga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan quymoqchi ustining o'g'li bo'lish ehtimolligidan mutlaq yiroq emas edi. Tungan yigit qo'ldagi cho'gindan Xitoy xaridorning oldidagi piyolaga choy quyishga boshladi. Cho'ginning inchki jumikidan surilib pishayotgan choy bilan tang piyolaning yuzidan ko'tarilgan oq xo'rlar asta-asta havoga ko'tarildi. Bu xo'rlarga yana ikki Xitoy fuqarosining eg'izlarini yo'g'on ichib, ichidagi luqmani ishtik-ishtik chaynab o'tishi bilan tang eg'iz burunlaridan chiqayotgan oq tumonlar qo'shilib, ozroq yuqoriga o'rlagandan keyin g'uljining sap-so'g'uq havosiga qo'shilib yo'qolib ketyotdi. Ularning pilti quymoqni yalayotgan tillari bo'lsa, tungan ustining gaz o'chqiga esilgan qozonning ostini yalayotgan o't uchqunlariga o'xshab ketadi. Yendagi yuk taqlariga qaraganda ularning g'uljiga yangi kelgan ko'chmanlar ekanligini mana mandaqli bilinib turardi. Ular mayliq pilti quymoqni yeb, oldidagi piyolaga to'ldirib qo'yilgan qeniq tamlangan qiziq choyni ichib, badanlari isib, tomirlarida eqayotgan qonlar jo'shqinlab, qo'liga jon kirib, uyqu bosgan ko'zlari ochilgandan keyin, qisiq ko'zlarining quyruqida atrofga gumon bilan bir qarab etib, plan bo'yicha o'zlari burunni nishon qilgan yesiq qishloqlarga qarab yurib ketadi. Ularning ana shunday bir beqishi har qanday bir Uyg'urni g'azablantirishga yetib ochadi. Yosh xonim ulardan ishtik ko'zini uzib, yerdagi so'mkasini elib, o'g'lining qo'lini tutgan peti qatnashning darvozasidan kirib, avtobuslar to'xtaqliq turgan joyga qarab mangdi. Odatdagi kunlarga qaraganda hozir bu yo'lovchilar unchalik ko'p emas edi. Bugun Xitoylarga nisbatan alohida ahamiyatga ega dam olish kuni bo'lg'achqa, yo'ldan adashib qolgan qurtdek tamtirab yurgan onni sonda Xitoy fuqarolaridan boshqa zo'r ko'pchilik yo'lovchilarning hammasi debidek Uyg'urlar edi. Darvaqa ushbu yo'lovchilar go'yo o'zini suv besib ketgan cho'mililardek shunchalik aldirash har taraf ketyotdi. Ular shunchalik baxtsiz ko'rinadi. Bu hol ularning ko'zlarida, yuzlarida, lavlarida o'z ifodasini topgan edi. Va yana ularning ish harakatlari shunchalik chaqqan bo'lgani bilan shunchalik jimxo'r ko'rinadi. Bir-birlari bilan paranglashayotganlari qandaqdir birlaridan ehtiyot qilayotgandek nihoyat tuvan ovozda so'zlashyotdi. Bu chaqda qayoqdandir bir yoqdan anglayotgan bir qancha Xitoy yo'lovchilarning vaqirab so'zlashayotgan ovozlari quloqqa so'qildi.
Bu avazlar goya yosh xonimning qulog'iga aynan kesiyotgan olmosning ovozidek yoqimsiz anglab ketadi. Yosh xonim bir qo'lda so'mkasini, yana bir qo'lda o'g'lining qo'lini tutgan beti, u yoq bu yoqqa qarab yurib, aran deganda o'zlari o'ltirgan avtobus turadigan joyni tepib keldi. Atrofdagi avtobuslarning motorlaridan chiqqan ovozlar va havoga ko'tarilayotgan salarkining quyuq istuteklari va uningdan chiqayotgan sesiq puroqlar har yanni qoplagan edi. Biroq bular yosh xonim uchun unchalik muhim emas edi. Asli muhim bo'lgan narsa avtobusning chaqariq qo'zg'alishi edi. Yosh xonim avtobus mulozimatchisiga beltini ko'rsatib, o'g'li bilan birga avtobusning ichiga kirdi va biletdagi nomeri bo'yicha 2 kishilik o'rindiqning yoniga kelib, so'mkalarini obdan o'rnashtirib olgandan keyin deriz tarafdagi o'rindiqda o'ltirdi va o'g'lini yendagi o'rindiqda o'ltirg'izdi. Aslida bolaning deriz tarafda o'ltirg'isi bor edi. Va lekin yosh xonim maqsadli holda o'zi ichiga kirib o'ltirib, o'g'lini yenda o'ltirg'izdi. Qish kunlari avtobusning deriz tarafi sovuq bo'ladi. Shu sababdan o'g'lining deriz tarafda muzlab ketishidan ansirab, bolasining ro'yi qarimay atoyidan shunday qilgan edi. Bolamo onasining nima o'ylayotganligini tushungandek qilib, hech qanday norozilik qilmay itoatmanlik bilan opisi ko'rsatgan yerda jim o'ltirdi. Bola shundaqdimi avtobusning muz tutgan deraziga qarab qo'ydi. Halbuki derazaning sirti aniq ko'rinmaydi. Ahvolning bundaqligini ko'rgan bola biroz xotirjam bo'ldimi qandaq, yuziga sal tabassum yugurgandek bo'ldi. Ushbu avtobus kichik tipdagi yo'lovchilar avtobuslaridan edi. Shundaqdimi orqa tarafdagi o'rin bo'sh qolgan edi. Ichidagi yo'lovchilarning 3 qozoq, ikkisi Shiva millatidan bo'lib, qolgan yo'lovchilarning hammasi Uyg'ur yo'lovchilar edi. Odatda bunday yo'lovchilar avtobusi Xitoy fuqarolari bilan to'chib ketadi. Vaholanki bugun boshqa kunlarga o'xshamaydigan kun bo'lg'achqa, ular yiroq yaqinga boradigan ishlarni bayramning oldida bitirib, bugungi kunda oila bo'yicha jam bo'lib, bahramon uylarda bayram uyqusini uxlayotgan bo'lishi mutlaq edi. Yosh xonim shu asnoda inchika barmoqlarining uchi bilan avtobusning derazasidagi muz va quruqlarni surtib, aynakning kichik bir parcha yerini paqirtibatdi. Go'yo qora bulutlar top-top bo'lib uzib yurgan osmonda alqanchilik ko'rinib qolgan bulutsiz ko'k yuziga o'xshaydigan kichikkina bo'lmushsiz suzuk aynak. Yosh xonimning tashqi dunyoga qartib ochgan kichik bir panjarasi bo'lib qolgan edi. Demasmi kichik panjaraning sirtidagi gungu dunyo o'zining mohiyatini yosh xonimning kulrang ko'zining oldida oshkorlab turadi. Yosh xonim ana shu kichik mussiz panjaradan toladek u yoqdan bu yoqqa minib yurgan odamlarning hasratlik siymasini ko'rib o'tadi. Oradan ozroq vaqt o'tmayla to'satdan o'ziga tikilib qarayotgandek qilgan bir jup yana ko'z bilan do'qurishib qoldi. Tar chanoqlarning ichida bezirib turgan ushbu bir jup ko'z bo'lsa, go'yo ichida g'azonlar chirigan ko'lchaklarga o'xshaydi. Mazkur xufiyani bir jup ko'z bo'lsa, so'g'oqning dastidan o'lik kitdek tugilib olgan bir Xitoy fuqarosiga oid edi. Bu bir jup so'g'uq ko'z ashu sirtga ochilgan kichik panjaraga miqdek tikilgan bo'lib, u ko'zga mansub yuzdan hozir bir odamni o'ldirgan qotildek muzdek so'g'uq yig'ib turadi. Yosh xonim birilari bizni xufiyani nazorat qilyotgandi qandoq deb o'ylab, andishiga tushib qoldi va ko'nglida uzoq umr ko'rdigan toshbaqininkidek qisiq bir jup ko'zning orqasidagi po'lat eshiklar ichida qanchaligan Uyg'ur sarxillarining echinishli holda nola qilayotgan manzarasini his qilib ketdi. Orqadanla yurak ko'krak qafisida go'yo dengiz to'lqinlarida qolgan qulvoqdek eg'ib ketdi va darhol ko'zini elib qochib, yana ko'zning nazariga tutib bermay, diqqatini avtobusning eshigidan kirayotgan yo'lovchi bo'voyga og'dirdi. Qerib bellari muhjiyib ketgan, ammo yurish turishi chaqqan ko'rinadigan bo'voyning soqollari tunugan yoqqan qardek oppoq bo'lib, qisqushbaqining qisquchidek ikki tarafga sang'ilab turgan uzun burutlarning uchini qirov bog'lab ketgan va qo'llari sovuqda muzlab, qo'llashmayla qolgan edi. Yana shundaqdimi boshqalarning yordamsiz qo'ldagi so'mkasini yeniga apchilik bilan qo'yib,
Әң алдыдагы орындыкта келip олтурды. Бовайның беши аз дегендimi 80-ден кем эмес edi. Undaq bolganda G'uljida Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgan chaq dal bovayning balliq davrlarini beshidan kechirib atgan mezgillarga to'g'ri keladi. Mushundaq hisoblaganda bovayning dadisi va yoki akillari qo'lga qurol elib tajovuzchilarni bu zamindan qo'g'lab chiqarish uchun jang qilgan bo'lishi muqarrar edi. Shunisi aniqki, bovay shu qahramon jangchilarning qilgan so'zlarini anglagan, ish-harakatlarni ko'rgan shohidlardan hisoblanadi. Yosh xonim ichida bunday peshqadamlar G'uljida borgan sari ozlab ketyotidi. Bu tavarri kuchlar bo'lsa, ashu go'zal azob zamonni hozirgi jahannamga o'xshab qilayotgan davr bilan bog'lab turgan eng oxirgi zanjirlarning halqalari hisoblandi. Bu ay bu kunlarda bunday zanjirlarning halqalari uprab, dod besib, chirib, oxiri birdan ikkidan uzilib ketyotidi. Мәңә әпсус hammamiz hozir ashu azob zamonga mansub bo'lgan, mushundaq peshqadamlar borgan sir unutilib ketayotgan va jangovar milliy ruh borgan sir yo'qilayotgan bir davrda yashayotimiz deb o'yladik. Va orqadanla darvaqa mazkur bovaydek ko'rgan kechirguni ko'p, tarixning guvohchilari, haqiqatan Uyg'ur millatining qadrdonlari, bu bir avlod munosiblar necha qatimlab elib berilgan partiyaning tozalash harakatlarini beshidan kechirib, saq qolgan intayin oz sondagi peshqadamlar va burun bo'lib o'tgan voqealarni aynan so'zlab beralaydigan tarixning shohidlari. Mushu bovay dematliklarning lagerga kirib ketganlari nurg'un. Mazkur bovaymi lahatga o'xshaydigan lagerga kirib saq chiqqanlardan mutaxi kim biladi? Nima bo'lsa bo'lsin, bovayning ruhi o'lmagandek turadi. Chunki uning har bir harakati shunchalik erkin ham tabiiy. Bu harakatlarda ana shu peshqadamlarning izlarini ko'rib olg'ili bo'ldi emasmi deb o'ylab o'tirishiga avtobus mulozimatchi xodimining ovozi yosh xonimning qalaymaqon o'y fikrlarini buzibatdi. Mulozimatchi avtobusning hozir qo'zg'aldiganligini aytgandan keyin qo'ldagi bir varaq yo'lovchilar tizimidagi yozilgan qog'ozga qarab, avtobusning ichida o'ltirgan yo'lovchilarni bir-birlab sanab chiqdi va ichida bir nimalarni deb pichirlab qo'ygandan keyin shofirning yendagi bo'sh o'rniga kelib o'ltirdi. Avtobusning shofirimi mulozimatchi xodimmi Uyg'ur edi. Ular birdan o'zaro go'ngir-mo'ngir pichirlashgandan keyin avtobusning eshigi jaloqqida qilib taqaldi va motorning gurildigan ovozi chiqish bilan tang avtobus asta-asta o'rnidan qo'zg'alib, qatnash qurasining orqa darvozasi orqali cho'ng yo'lga chiqib yurib ketdi.